Üzən toldurmağın, mən toldurmayım acıdım. Mən demiş ki, üzənin nəgi bağlığını sana qılıb mən. Üzən, şimdi onlar Xitay yerdə səgrəb gətirdi, açıqlab. Sen demiş toldurmayın bu cədvəlini, bu degen məktəbdən qayıdırsa, o bu ise deyip жүрді. Şunu qılmam ben, üzən toldu cədvəlini, çörbətdim cədvəl. Çörbətsəm şimdi ondan. Yanımda iki Uyğur vardı. Birisi Qashqarlik, birisi Xotanlik. Bu iş nəhayət qızğanlıq, nəhayət əhəmiyyətli iş. Nima desənglər bu Xitaylar o'qish qabul qilmoqda maxsus janubdagi Uyg'urlarni o'qish qilibdi. Men ayni vaqtda his qilmabdi ekan, keyin his qildim. Shu boshqa sharq, g'arbdagi, sharq tarafdagi masalan Qumol tarafdagi o'quvchilarni qabul qilmay, maxsus janubdagi biz Aqsu, Qashqar, Xotanlik viloyatiga Uyg'urlar qabul qilibdi. Bu ish mishnaq boshlangandan keyin undan urushgandan keyin shundan Məbaysız gidib ötən Neypəl aşıqda olğanlar Xitay qalçısı, Xitay üzü əməliyyatı hərbi hikayə bu. Qoqaqsı deyib, qopak, qopanlıq qılıb, başda gidiyor o. Biz Uyğurlarını görsə, hərgiz külməli ki bu Xitay. Aşqıb, özünün məqsədi yetiliş üçün, özünün gepini gep qilish üçün aşı bir xil aqsaliq gibi aldı o Xitay. Qarpız Xitayda. Kükü topqa kırıngıldap şundaq var yalvarıp ketdi bu Uyg'urlarni. Maqsad shu qallığa bu ağamçını silib gitmişdek kəni kirgizishda maqsad. Men mektep kitoyish kirib baxmadım topqa. Uyg'urlarning hamısı kiribdi. Menga yaqin bir do'stim bor edi, baş Xinxalik shu bola dedim. Bu sizmiş kirdingiz bu Xitoyning topiga. Bu siz maqsadını bilmədiniz özünüz. Mən sizi kimdə dəvətim bu Xitayning maqsadi varlığını. Mən Xitaylı mən özüm çetəldən doğru çıxdım. Mən Nurg'oylarni özüm küsüb duratmay hazır. Mən sizi dəb duratqan kimi niş kirdiniz topqa alsam özüm amalsızlığını bildirib dedim. Qorxunuşdum. Nurg'un Uyg'urlar shunday yashaydi dedim. Qorxunuch bilan 2018 yilda maktab bitirdim. Hozir 2020 yil bo'lgan bo'lsa, hozir davomlashtirib ishlamayman maktabda. Hozir ishkiritki Uyghur qo'shlar olgan kontrollik, besim degan dahshat kuchli ishlar anglab baxmagan bo'lishim mumkin bo'lsa, men o'zim beshimda o'tkazgan bu. O'zim Jinjanni qilgan, Jinjanning o'shiga berish uchun poyezd o'tolsak 2 soat, 1,5 soat, 2 soat vaqt ketgan. Bir qiz bilan tanishib qolgan, o qizlarning Qashqarlik qiz bo'lgan. Kun ish qilib haftada bormanda, endi haftada juma kuni shanba kuni bordim yerga. Do'stim deb qaraydim qizlarni. Berib shundan sen ruxsat so'ramadan deb turib oldi. Juma kuni katta maktabdan ayrilib shu yerga bordim. Bu shedagi Jangnan universitet. Borgandan keyin bu Xitoylar juma kuni kiribdi yataga. Oqshimiz kiribdi. Ben Murad'ın həkətdəydim. Mənim başqa sizə yapaydı bəgən Qashqar Xotanlik Uyğur dostluğumuzu soraqdı. Degən ki biz uxmaymiz. O bu deyə oxşaydı ki. Degən ki ondan bu Xitaylar şənbə günü yaxşımız o deyəmən. Mən qayıtıb getməyən, qayıtıb getməy şu Rusiyadakı bir yataq tep yatdı mı ya da? Bunu degan qilib ketdi bu Xitaylar. Ben şu sınıf başlığı uçur yazgan gap. O uruş qilgandan keyin o uçur yazmagan bo'ldi men. Urush qilmagan o toqqa şeydi o. Aniki sınıf müdiri o sınıf müdirimi baş şu Jansu'daki bir Xitoyda var. Andan keyin sizga bayda bergan baş Uyg'uristondan kelgan bir Xitoy va o'zini o'qituvchi olgan. Shu bir ikki tarafdan chiqib andan keyin yana birisi bor keras. Maktabdagi o'quvchilar biliminden bir Xitoy var. Şu tarafdan Xitoy şu telefonimga urib 20 qatimda açıldı. Uxlab qolay degan gap. Uxlab qolay degan. Yataqqa kirib telefonni ichib qolsam bu kuchirgan tushib bitdi bu telefonga. Shuning bilan bu qarasam sen nerede sen bizniki tuzumimizga bo'y maktabning tuzumi bo'ysunmay ruxsat so'ramay ketibsan u bu deb. O gapga men pisand qilmadim chunki mening xatoligim yo'q. Menda unda gaplarni so'rashi, men unda gaplarni qilish o'zining xizmati bu. Mening men bilan hech qanday bir tiyin munosabat yo'q ish endi. Gap qilmay aytsam bu Xitoy telefon qilaverdi, sen nerede.
Onun dedim hazır bu işi dedim. Bu işin nerede? Bu işin falan yerde. Mektepte desem mektebin yerindeki bir mehmanda desem. Sen kim bilirler dedi. Bu gapni cevap bir sualga cevap bersen, maş pattağını minip iş bir narsa qildi bu xitoylik uchun. Shuning bilan u savolga javob bergan keyin degan savol degan kelaverdi bu xitoylik. Bu sen nerda, sen nima ish qilding, sen kim bildi, men hozir jadval to'ldirdim. Men Nanjingdagi bir yerda men sening uchurini egalamisan bo'lmaydi, jadval to'ldirdim u bu dedi. Degandan shuning bilan bu yerda men xaplash qilib başladım, onun urush qilib başladım. Sen nima so'raysan bu savolni? Bu mening o'zimning ishimda bilan nega olsam o'zimning ishi sen nima ish qilishsa buning ishimga deb desam bo'ldi. Sen nima ish qilmagan bundaq savol, bundaq talaffuz gap qilsa. Men sana chiroyli gap qilsam deydi. Men sana chiroyli gap qilmadimmi? Bu yarim kishi menga telefon qilib, men shunday avr qilib, mening naligimni so'raygan, sen o'zing kim javob qolding desam shuning bilan bu yerda bir xillar o'ngib o'qitdi. U yerda bir xil ochiqlab chidimi deb o'qitdi. Ani mening deydiqdan qarindoshlarim bu janda sen yugash olsang mayli bir qanday ishlarga qarab turib uning bilan gap qilmay u gap qilsa yo'l qo'yaversang biz ular nurg'unlarimiz borki bir xil quruq xiyol qilganmiz u xiyol nima bo'lsanglar uning bilan cho'qishmasi kerak, uning bilan talashmasi kerak. Bu degan. Menimcha biz har qanday davlat yashagan vaqtimizda bu ishlarni erkin chiqarmasmiz. O'zimizning degan gapimizni o'zimiz uchun deyalishimiz kerak. O'zimizning huquqiy, o'zimizniki qanday ahvol turayotganimizni haq uchun deyalishimiz kerak. Bu haq bizim savol so'ragan vaqtida yoki biz besim ishlatgan vaqtida chuqur uning bilan o'zimizniki bir inson ekanligimizni, o'zimizniki gapimizni uqtirib, hatto urushdigan ish bo'lsa, petni oladigan shunaqa jur'at bo'lish kerak bizda. Çünkü o'zimizning huquqiy shunday yo'l qo'yish orqali Xitoyniki shunday Xitoydan qo'rqish orqali shunday bo'lyapti bu ishlar. Tushundingmi? Mana bu hozir bo'lyapti qolishdi. Hozirgi ishlarni shunday tushunyapman. Shu shamesham kuni shunday avorishlik bo'ldi. Chunki dushanba kuni qaytib ketdim. Chunki dushanba kuni tushdan burun dars yo'qdi. Qaytib ketib tutsam bu menga telefon qildi. Sen bilan ko'rishdim. Sen nerda deb. Hamda ko'rdinglarmi? Hamda bu ish shunday men bir Uyg'ur boshqa Uyg'urlar hamda boshqa yerga ketib unda qilmabdi, oqshomga qaytib ketmay qolishni qilmabdi, lekin men qilgan. Men bir Uyg'ur shunday boshqa yerga ketib qaytib kelmay qolgan uchun boshqa Xitoylar uch tarafdan telefon qilib bismillah degan ishlatib sakrab ketgan gap. Ma Uyg'ur boshqa shaharlarga borib, boshqa yerga borib kim bilan uchrashibdi? Bizning qilgan eski ishlarimiz 2014-yil Qashqarga ekanni bombardimon qilib shu ishlarni davatami? Biz Uyg'urlar qilgan shunday qo'panglarni biz shunday bo'zaq qilgan ishlarni boshqalarga dab qo'yamida qo'rqmada ishlarni qilib ketgan gap tushuninglarmi? Mana bu sabab Xitoyning ish qo'rqidi, mana shunday qo'rqdi. Shuning bilan Dushanba qaytib ketsam bu Xitoy surishdim sen bilan deyishgan gap edi. Hamoqlar deyishsak, nima deyishimiz desam, shu maktabdan oldin ko'rishli dedi. Hamoqlarda bordim. Soat 9 atrofida bo'lgan vaqtlarga deyman. Tushdim burun 9 bo'lgan. Basam u Xitoy degan mana shu Uyg'uristondan bo'lgan Xitoy etgan bir shpion Xitoy o'zim ma'lumcha bo'lgan abayslik dedim. Shu Xitoy bu gapni qilyapti, o'ziniki to'g'ri ekanligini voy san desam-chi qara, maktab degan tuzum bo'ldi, davlatning tuzum bo'ldi. Bizim Xi Jinpingning mana shu besim bilan ishlab chiqyapmiz u bu. Masalan, harbiylik bo'lsa, harbiylikni tuzum bo'ldi, u bu. Tuzum davadi-ku buning gapi. Masalan, shu kontrol qilib to'sini gap qilsang bo'ldi. Gap qilmasang bizning tadbirimiz va bizningki qilgan ishimiz bor deb shunaqa demoqchi endi. Degandan keyin Anaqırda dedim, senin gaping tuydimi deydigan gaping deb oldingmi desam, ha dedi. Men sana deymi? Men kelar gapda ya'ni juma kuni, ya'ni shanba kuni ya'ni yurishib ketaverman. Desam u yerda sakrab ketdi Xitoy. Voy, sen degan meni gapim bo'lmamsa, voy, sen degan bu maktab o'qib kelgan inson sen maktabni tuzum bo'ysunmaysa bu deb
qilmishdinki mayiti u nima u maktab tuzumi uningdan olib ketib qoldi u bir topdagi qaroqchilarniki bir topdagi o'g'rilar Xitoy o'g'rilariniki Uyg'urlar qatqaz hozir deymiz buni bo'za qilish buni besim ishiltish o'zining gipi kirgizish uchun besim qilish qonun qilib chiqish deymiz buni shunda u yerda ishini qilmamsa men nima qilib o'nglar ekanman kelarga bag'im kesib ketavermaydi bu yerga desam o'sha yerdan telefon elib meniki shu azroq ochiqlanib qolgan oltinni rasm tortilib videoga chiqib boshladi ketdim shu yerda oldimga qarab shundan mengib turishimga sen bu pozitsiyalardan ben mana shu ma'rif idorasidan shuning o'xshash bir yerga ismingni yo'llab bermay deydi yo'llab bergin adash men qo'rqib qolmayman qo'rqansib ketdinglar menga ayni vaqt bo'lgan ishlar mana shu sen devergin men seni qo'rqmayman dedim shundan Xitoy kelib qoldi men maktabda turaverdim bir hafta o'tdi oy o'tdi yillar o'tdi bir yil o'tdi meni hech kim izlab boqmadi nishqa chunki men to'g'ri men faqat o'zim tegish gaplarni qildim men o'zimni qo'g'dash uchun shundoq ishlarni qildim masalan Xitoy buni qo'rqitish uchun shundoq tushitish uchun shundoq ishlarni qildim endi men boshlaylik deb o'tdim Xitoyning telefon nomeridan mana shu Instagram nomeri oldim bu Xitoy uchun qonun qilib bu deb endi 9-ayning 1 2018 yili 9-ayning 1 Shanxayga ketdim shu ishlarni boshlab mana shu sargardonlikni boshladik endi 2 yil o'tib qolibdi 2 yildan keyin nurg'un yo'llarni bosdim nurg'un ishlarni ko'rdim nurg'un insonlarni ko'rdim endi bu jarayonda bu yo'lni tanlashimdagi maqsadim o'zimni qaytadan yoritish o'zimning hayot nishonini qaytadan tiklash bo'ldi endi mana shunday qilish orqali qanday qilamiz o'zimizniki zodi nima uchun yashaydiganimizni nima uchun bu ishlarni qilayotganimizni tushunish bizning maqsadimiz uchun menimcha bir inson uchun eng muhim narsa nima desa erkinlikni tunish erkinlik bizniki shu ro'yitimizdan bu dunyoga kelgan chog'imizda tushunishlik eng muhim bir ish bu oldin qatim bir kinoni ko'rib qoldim Germaniyaning kinosiga Berlin ishti degan kino ekan bu turkiyalikdan Germaniyalik ishti degan kino ekan endi buningki birinchi qism tugashida deydigan gapi aytdi akmetlik bir gapga bu mashinada o'tirib ketib qolgan vaqtida bu ish qarayga yo'l yetib qolgan bir ish shuni qarab ta'sirotli bir gap qildi ekan bu ishlar o'ziniki nerede cho'ntalat qilishni o'zi belgilamaydi o'zining nerede tomoq yeyishni nerede orom olishni belgilamaydi chunki bu ishlarni o'ziniki g'ujisi boshqurdi g'ujisi bu ishlar tomoq qurdi yetilga yavirdi shunga bu ishlar shuni qanoat qilib shu o'ziniki nerga berishi nerede cho'ntalat qilishi nerede ishtarat qilishni belgilamaydigan shundoq yashab ketganlik uchun biz bularni ishlaymiz degandek shundoq 2018 yili Xitoy qalab chiqdimi 2018 yili o'zliklar va Xitoydagi besim bilan qaytib ketgandan keyin ba'zi ishlar yuz berdi masalan qaytib ketgan xizmat izlashga boshladim men shundan to'rlar chiqib xizmat izlaydi qarsam bu xizmat izlaydigan yerdim mana shu o xizmat izlash o'rinlaridimi shundoq aniq yozib ketdi juma Uyg'urlarni olmaymiz yabimiz Uyg'urlarni olib qolsa Xitoy bilan bo'lgan Xitoy masalan 3,5 ming maosh olgan bo'lsa masalan bir amal saqlovchi o'rniga Uyg'urga bir 2,5 ming yoki 2800 yoki shundoq farqli ekan-da nurg'un jihat mana shu jihatlarda Uyg'ur bo'lgan besim va Uyg'ur bo'lgan kamsiz Uyg'urni chatib ketishlar eqarandi hani bunu ko'rdim andan keyin hozirgacha bizning vatanda soat 3'te 3'dan keyin soat 3'te bu nima ishlar bo'lyapti desanglar mana shu Xitoyniki mana shu jamoat xavfsizlik idorasi va qurolli qism bor masalan bizning Unsurning o'zida kichik bir shaharda 2 tal qurolli qism bor shu Xitoylar shu Boronovik
maşinalari var. Anadaki sakçı maşinalari var. Şunu aç kuculara çıkarıp saat 3'ten başlar. Aşu bütün şehirlerin qanaqlı bütün şehirde menip maşinlarning ovozini naat ilib ko'yitib bir xil namoyish o'tkazgan o'xshash fuqarolarga bir qo'rqinchga elib kirdi bu Xitoylar. Shu mashinani haydab kunni hozir man qush tashlaydigan o'xshash. Ha, to'g'ri. Aş kunni chiqdi bu ish. Kunda shu bozorlarni, shaharlarni ashta mashinalarni haydab, shu mashina ovozini Bizden iştiğan namazları oldu bu saçmasına. Şunu koyup, şunu namayışını kıldı bu Xitoylar. Maksat şu Uygur'un jürkünü pok kılış, jürkünü uzuş, Uygur'unu korktuş. Yani bu işler hazır yüzü bırakıldı. Bu ikinci iş, üçüncü iş. Hazır sizler unutma bakalım bu sonraki başka. Ürümçi vaktini özgertip, Beijing vaktini özgertip oldu. Çünkü Uygur'da da hazır vakitte ilk qarakanda 2 saat keyin canımızda. Mesela Xitoy saat 8 bo'lgan bo'lsa, Uyg'uristonda saat 6 bo'ldi. Lekin buni o'zgartirib qanaqa bo'ldi? Beijing vaqtiga ishlatsa bo'lmasa u bu deganda takliflarni qilib bo'ldi. Shuning hozir insonlarni hozir Beijing vaqtiga ishlatadigan bo'ldi majburan. Odatda hozir Uyg'urlar damama ishlaydi, 24 soat ishlaydi desang, har qanday inson hargiz bu po emas, po gap emas. Masalan, Xitoyning 10-oyning biri Xitoylar damagan bo'lsa, mana ma'muriyat idoralari deymiz. Uyg'urlar bak cho'ng bo'lgan, o'zimiz kadr hisoblaydiganlar, go'ng'uyan hisoblaydiganlar hozir qanaqa bo'ldi? Damama ishlaydi hozir. 10-oy biri Uyg'urga damamaydi. Uyg'urga dam yo'q. Xitoylar dam oldi. Çetellikler şunday işlerini kuvvetlikler abaytın debatgan o'xshash. O'zlaringlarning bichara o'zlaringlarning aciz chaqlamaganlar uchun sizlarning o'zlaringlar aciz yoki o'zlaringlarni bunday chaqlashinglarninki hech qanday zaruriyat yo'q yoki sizlarning bunday salohiyatini to'shmaydi. Bir inson bir jonliq bir ish tulandirmaydi, mushulandi u erkin bo'lmasa bu qancha Şaş, ilg'or bir davlat yashab kelsin bika, uni erkin demaymiz biz. O'zimning ro'yitimizdagi erkinlikni namoyon qilish, men xuddi men hozir o'sha ish fikrda. Meni bir Xitoylik chani o'tamdiki yoki tutib o'tamdiki deb buni karim bo'lmay deyotgan o'xshash. O'zimizning erkinligini tushunib yetish. Bu islomdimi muhim, bu o'zlarini turk bo'lishdimi muhim ish bo'lib ketdi hozir. Chunki Uyg'urchilik hozir mana shunday ishlar yuz beradi. Agar sen o'zingni madaniyati yoki o'zingni Uyg'urligini salaqlamsan, sening turk bo'lganliging hech qanday foydasi yo'q. O'zingning musulmon bo'lganliging hech qanday farqi yo'q. Chunki men YouTube'larda jiq videolarni ko'rib ketdim. Mana shu Uyg'urlarning gapi chiqsa, bu turklar bilanmi, mayli musulmon bilanmi, voy inshaalloh, voy u bu deb ko'p shundan kendiga yozib qo'ydigani, sizlarni Allohga topshirdik, gap tugaydi. Maqsadim bizlardan sizlarga yordam qilishimiz yo'q yoki sizlarga yordam qilmaymiz. O'zinglarning taqdirini o'zinglar belgilanglar degan gap bu. Nurg'un Uyg'urlarimiz uyquda deb uyg'un bulamidi, bu gaplarni tushunib bulamidi. Men hozir o'zimdan sargardon bo'lish salohiyatim bilan o'zimning beshimda o'tgan shu ishlarni sizlarga deymanki, bu koinotda biz bu shu havoga o'xshaymiz, havodagi to'plarga o'xshaymiz biz. Hammamiz tuzib ketamiz, hammamiz yo'qolib ketamiz, hammamiz ro'yimiz shu Maş kaynat qilib qoldi, lekin bu gücümüz qilib qoldi. Gücümüzni chiqdimiz, o'zimiz hammamiz. Shuna bo'lganlik uchun bizni bundaq muhimchalik biz Uyg'urdik, biz musulmondik, biz turklardik, biz ular bizni yordam qilmagandi. Ularga tashviq qilamiz, uni qilamiz deb bundaq jabajikishni aytdik. Biz ularga tashviq qilib, ular qanday quruq ishlar, ahamiyatsiz ishlarni qilish uchun albatta bilan o'zimizga yordam qilib, o'zimizni uyg'otib, o'zimizni mana bu nimning erkinlik ekanligini tushunib, erkin yashashning ma'nosini nimaligini tushunib, o'zning andiki tilimizni saqlab qolishning nimaligini tushunib, bunday yashasak bo'ldi. Biz u Yevropalikqa yoki turklarga yoki musulmonlarga voy biz bunday millatdik, biz bunday andaqdik deb tushuntirishni aytsak, chunki hozir bizning bir yo'q qilg'achimiz bu emas. Chunki Makkaga ketib bo'lgan Xitoyga o'xshash kishilarga qisani ko'rgan vaqtimizda gaplarni tushunishimiz kerak. Nima deysan? Men Uyg'ur qandoq?
deb deyadigan vaqtimizda qanday qilib biz yashab qila olamiz. Chunki sen uningga yo'l qo'yib siri, sen uningga qancha qo'rqqan siri qanday qildi? Yuqaysa sen Xudoga chet ellik Uyg'urlar qanday qildi? Ba'zanlar qashit qoldi Uyg'urchilikni, Uyg'ur bo'lmaydi-ku bu. Voy, ba'zan nomus qildi Uyg'ur bo'lsa bu refugee bo'lganmiz yoki Uyg'urlarning ong saviyasi tushgansa, urush bitgansa u bo'ladi. Bu rost gap, buni tan olsa bo'lmaydi. Chunki nurg'un Uyg'urlarniki madaniyat saviyasi tushgan hamda bu madaniyat saviyasining tushganligi musulmon bo'lishdan kelib chiqdi deb o'ylayman. Chunki musulmon bo'lish buni bu xato ish deganim yo'q yoki buningga ortiq degim gap qilgim yo'q lekin Uyg'urlarga hozir ko'p xiyollarni qilib, ko'p bismlarni ma'lum dümbimizga atib yuk atgan o'sha bunday menishning hojati yo'q hozir. Unda qilish ortiqchilik hozir. Namoz o'qisangiz bo'ldi, diniy jihati ta'limotsingiz bo'ldi. Menimcha bunday ishlarni hayotimizdagi 10%, 20% shuni chiqaradi, qolgan ishlarni nimaning erkin, nimaningki hayot ekanligini tushunish bunday muhim. Bu nimaning o'zimizniki o'z mohiyatimizni, o'zimizning kimligini tushunib yashash bunday muhim bo'lib ketdi hozir. Uzang bo'lish. Mesela ben üzəmninki kim ekanligi, üzəmninki bir insan bo'lish ekanligini tushunish uchun bu yo'llarni tanladim. Mesela biz Uyg'ur bo'lgan ekanmiz, bizim Uyg'urligimizni tunish nayt muhim. Uyg'ur bo'lish, Uyg'urligimizni tunib, Uyg'urda yashash bunday muhim bo'lganligi uchun biz o'zimizdan voy biz turkdik, voy biz musulmon, unda gaplarni qilmanglar yaxshisi. Chunki bu bir yuk bo'lib qoldi, yuk qolimizga bu yuklarni qolimizga qashlab bergan siri biz qanday qilamiz? Confuse your mind. O'zingizni qo'lingizni qaymoqtirib o'tasiz. Buni tushunmaysiz. Nimadan Uyg'ur biz Uyg'urmi yoki musulmonmi bizni tushunib qilolmaydigan gap. Shuning bilan deydiganim Uyg'ur, Turk, aniki musulmon bu uch qismni ayirib qarashga tushunish kerak. Buni chiqim ayirib qarash kerak. Buni birlashtirib o'tib, men Turkdim, men musulmon bu deb qilib yurib Andaki musulmon olib var, musulmon bo'lib, Uyg'urning olib var, Uyg'urning ba'zan qiliqlarni ko'rgan vaqtda, voy bu musulmon emaskan, bu deb u yerda jidal qilib urushib, ani bu yerda qanaqa qildi, bu yerda endi chetilish endi bu undaq ishlar qildi. Shuni buni seçamiz qildiqdim. Biz Uyg'urlardan nurg'un aqlli ishlar chiqqan bo'lganligi uchun biz shularni o'rgansak bo'ldi. Masalan, oddiy xalq Uyg'ur deymiz, andaki nurg'un Alisher Navoiy deymiz, shularning asarlarini o'qiganlar bo'lishi mumkin. Nurg'un isil asarlar bo'lgan qo'shlarga bu asarlarni menimcha shu musulmonlarnikmi isil musulmonlarnikmi aqlli asar deb o'yladim men ularni. Men shu tilga o'tirdiqdan, men kichkina Xitoy metodiqdan shu tilga o'tirdiqqa o'qiydigan vaqtimda nazam joylik qilib men Uyg'ur maktab chiqdim, Xitoy metod o'qimayman deb chiqdim. Shuni bo'lganligi uchun bu ishlarni mustaq tushunsak bo'ldi. Bu musulmon bo'ldik deb bu yer tushsanglarmi endi 70 yaşındalar özünü düşüngensizler. Müslüman devletleri hazır qanday qilyotdi o'zinglar bizlar. Neydi Namrat, neydi jidal qildigan. Suriyaga o'xshash, yo bo'lmasa Afrikami? Iroq deymiz, andiki ashlar yerdan keldi bu musulmon degan. O'zinglar musulmon bo'lsangmi, joyida qilib yo'q, lekin men Uyg'urchilikni unutib qolmaslik kerak deb o'ylayman. Chunki Uyg'ur men bir hukum, bir topdaki insan buluştuğumuzda özümüzde yurttuk koyuyor ve gensiri makalı çekilip, makalı buzulup ahir kanda olduğumuz yani YouTube'dan kögen atıp kaptı, bir saat videonu yazdık için içindeki işlep koray koyduğlarımını, isim kelgenlerimini yanına söz ettirmem keyinki videoda bir şeyler yaptık hoş.